Assalomu alaykum. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, hurmatli Senat raisi Tanzila Norboyeva va respublikamizni qolgan mutasaddi tashkilot rahbarlari, biz mana bu yerga o'tirib murojaat qabul qilayotganimizning sababi, biz Qashqadaryo viloyat Koson tuman Jizalik mahallasi fuqarolari nomidan mana shu murojaatni yo'llamoqdamiz. Bizning mahallamizga 1990-yil sobiq SSR davrida qurib berilgan mahalliy stadionimizni bugungi kunda kelib tuman mutasaddilari boshqa fuqarolarga sotib yuborib, mahallamizni yoshlarini, mahallamizni fuqarolarini mana shu stadiondan mahrum etmoqchi bo'lib turishibdi. Shuning uchun biz murojaat qilyapmizki, mana shu stadionimizni mahallamizda qoldirishga bizga amaliy yordam ko'rsatsangiz. Bu stadion 90-yil qurilgan bo'lsa-da, 2016-yil sobiq tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning qarori bilan tuman hokimining xotin-qizlar bo'yicha o'sha paytdagi maslahatchisi Aziza Xolmo'minovaga uning eri sohib suvonni nomiga rasmiylashtirib berilgan. Lekin shundan buyon ular biron ish qilmasdan mana biz orqamizda ko'rinib turgan eski simtorni ko'tarib qo'yib, buni qurilish bitkarildi, biz shuncha qurilish ish qildik, stadionni ta'mirladik deb soxta hujjatlar bilan boshqa bir fuqaroga sotib yubordi. Bu fuqaro kelib bu yerda uy-joy, apteka, magazin qurmoqchi bo'lib, butun mahalla aholisini noroziligiga sababchi bo'lib turibdi. Sizdan iltimos, mana shu holatlarni inobatga olib, tegishli mutasaddi tashkilotlarga topshiriq berib, stadionimizni shu mahalla nomiga qoldirishga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Mana hozir bu yerda mahallamiz oqsoqollari, faollari, mana yoshlarimiz hammasi shu yerga to'da bo'lib turibdi. Bular ham hozir o'z fikrlarini bildirib o'tishadi. Assalomu alaykum butun O'zbekiston ahli. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich mana shu Qashqadaryo viloyati Koson tuman Jizalik mahallasiga turib mana shu qurib bitkarilgan stadion eski vaqtdan beri bizga yoshlarimizga mana shu o'yingoh, barcha tadbirlarni o'tkazadigan shunaqa ana narsada bu kerakli joy, kerakli yer. Shu narsani 2016-yil hokim bobomizning qarorlari bilan sohibi Suvoni vakini qo'llariga bergan bu yerda 4 yil davomida ish ko'rsatib, yoshlarni ish bilan ta'minlab, stadionni qurib bitkarish haqiga to'g'risiga qaror qilib berilgan. Lekin bu 2016-yilda qarori bilan Suvoni vakini nomlariga o'tib turib, bu stadion qurib bitkarilmagan. Mana shu setgan imoratni qurib qo'yilgan bo'ldi. Na bu o'yingoh hech narsa bo'lmagan, xarobasi chiqyapti, rabotchi narsani ketib qurilgan. Keyin bitta inshoot qurib berilgan katta qilib deb kadastr bo'limiga ko'rsatilgan. Kadastr bo'limiga ko'rsatilgan hech narsa qurilish qilinmagan. Uni ham bizani o'zimiz ta'mirlab, shuvab qo'ydik xunuk chiqmasligi uchun. Mana shu stadion bo'yicha mahallamiz 3 yildan beri sarson, sargardon sotilib ketyapti. Qo'lma-qo'l bo'lib 4-chi odamga sotilib ketyapti. Hozir 4-chi odamga turgan turishiga ham yana u odamlar qurilish qilaman, har xil inshoot quraman, apteka quraman yoki parnik qilaman deganiga biz xalqimiz, mahallamiz bir bo'lib qo'ymay qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Biz prezident bo'g'iz sizning qaroringiz bilan mana shu har bir mahallaga sport maydonchasi, bolalar maydonchasi va yashil hududlar barpo qilinsin, stadionlar tadbirkorlardan qaytarib olib o'z hududiga qaytarilsin deganimiz uchun biz sizga ishongan holda mana shuncha mahallamiz oqsoqollari yig'ilib turibdi. Mana shu Koson tumanimizda o'zidan ham nechta chempionlar kelib chiqyapti, qanchadan qancha futbolistlar. Mana shu mahallamiz o'zidan masalan nechta chempionlar chiqib, chet ellarga birinchi o'rinlarni olib kelyapti. Jahon chempionatlariga bor yoshlarimiz mana shu turnirlarga qatnashib kelyapti. Mana shu bo'yicha mana shu yoshlar, yosh kattalar, oqsoqollar yig'ilganmiz, mana shu so'zni bu yoqdan olmaga beramiz, olmaga o'zlari yana qo'shimcha qilib ketadilar. Bizani o'z mahallamizda joyi Qo'sin, bizga boshqasidan berdirmaymiz. O'zimiz joyimiz Qo'sin bo'ldi. Boshqasidan kerakmas bizga. Qurib bersin demaymiz, o'zimiz qilamiz bularni. Amaliy yordam beringlar shuning uchun.
boshqa tumanlardan ham kelib, shu yerga mana shu sport zalga va ichkari sport zalga shug'ullangan bilan mana shu stadionga shug'ullanadi. Kasbi tumanidan, O'rak tumanidan kelib shu yerga, shu zalga o'qiydi. O'ntadan ziyod chempioni chiqqan o'zimiz mahallamiz o'zida. O'zbekiston chempioni chiqdi. Osiyo chempioni chiqdi. Osiyo chempioni 4 ta chiqdi. Mana shu stadionga tirnoqqa qilib shu yerdan chiqyapti. Shunga amaliy yordam qilib shu 5 ta 6 ta mahallani yoshlari to'liq shu yerga shug'ullanadi. Hozir qayerga chiqib ketish kerak yoshlar? Shunga yordam berishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentga murojaat qilamiz. Endi bu tuman, viloyat, oliy sudlar hech qaysidan bitmadi. Senatgacha yozdik, xat bilan murojaat qildik. Foyda qilmadi. Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzayevga murojaat qilamiz. Mana shu stadion endi ota-bobomiz o'ynab kelgan stadion. Endi bilishim bobomlar gapirib beraydi, ancha bo'lgan buni qurilganiga, bobomlar yurgan 90-yil mana yoshi kattalar biladi qurilgan ekan. Otamiz o'ynadi, bobomiz, amakimiz, amakivachchamiz, o'zimiz. Endi yoshlarimiz o'ynashi uchun stadionni qoldirishga harakat qilyapmiz. Bu stadion endi 2022-yildan beri shu stadion mojarosi bo'lib kelyapti. 3 ta tadbirkorning qo'lidan o'tdi stadion sotilib. To'g'ri, endi tadbirkorlikka qarshi qila olmaymiz, lekin tadbirkorlik qilish uchun promni zona berilgan. Stadion sotib, oldi-sotdi qilinib, tadbirkorlik qilinsin deyilgan joy yo'q. Tashlandiq joy deyilyapti. Hech qanaqa tashlandiq joy emas. Mana ko'rishingiz ham mumkin, varatalari, maydoni hammasi tabiiy holatga turibdi. Bu endi mahallamizdan sport sohasiga gapirsak, shu stadionga o'ynab, shug'ullanib, o'rinlar ham bo'lyapti rezultat. Mana Soyib aka Qurbonov, jahon chempionati qatnashchisi, olimpiada qatnashchisi. Qurbonov Bahrom bor ukamiz, u ham yaqindagi yoshlarimizdan Savdullo Ravshanov. Jahon chempionati 3-o'rin, Osiyo chempionati 2 marta 1-o'rin. G'aybullayev Quvonchbek bor, Osiyo chempioni. Sizni 5 tashabbusingiz bo'yicha o'rin oldi, ana shu O'rta Osiyoga. Bu uchun bizga Strokmart maydonchasi podarka qilindi, qurib berildi. Endi shu mahallamiz yoshlari uchun, biz o'zimiz uchun jon kuydirayotganimiz yo'q. Kelajak sport yo'nalishiga yo'naltiramiz. Bu siz chiqarayotgan qarorlar ham bo'yicha ham ko'tarilamiz, foyda qilmayapti. Mana 2024-yil chiqargan qarorlaringiz bor. Har bitta mahallaga bittadan sport inshooti yaratilsin degansiz. Shu qarorlar bilan ham ko'tarilamiz, hech qayer eshitmayapti ham, tinglamayapti ham. Xo'p qilamiz deb 3 yildan beri surishma bilan kelyapti. Tadbirkorlar bilan tortishuv bo'lyapti. Bizani endi har xil vaziyatlarga boramiz. Bu katta mahalla, bitta mahallaga emas, 4 ta mahallaga tegishli bo'lgan sport maydoni. Istiqbol, Yangiobod, Jizalik, Qo'ybog', Bog'i Shamol mahallalariga tegishli bo'lgan stadion. Bitta shu maydonimiz qolgan, boshqa maydonimiz yo'q. Bu yer tashlandiq joy emas, tashlandiq joy deb faqat fikrlab buzilyapti. Tadbirkorlikda tadbirkorga promni zona berilgan, o'sha yerdan qilyapsan, qarshi emas biz hech qanday. Lekin stadionimiz kerak, yoshlarimiz kelajagimiz uchun. Siz shu narsa uchun juda ham jon kuydiryapsiz. Men sizda hamma sport sohasidagi gapirgan video selektorlaringizgacha bilaman. Mana yaqinda senatga chiqdik, Tanzala Norboyevnaga. U kishi ham mana shu stadion haqida gapirib o'tildi. Arizamizga 4-ga xabar nima bo'lish kerak edi. Natijali atvet bo'lish kerak edi, bo'lmadi. Shunga endi oxirgi murojaatimizni sizga qilamiz. Sizdan boshqasi bitkaza olmayapti. 3 yildan beri mojaro bilan kelyapti shu stadion. Sizdan iltimos qilamiz. Bu yoshlar uchun, biz o'zimizni hissamizni qappaytirib tadbirkorlarda oldi-sotdi qilish uchun emas. Qaytib olishga yordam berishlarini so'raymiz. Shuncha bolalar quruqqa o'ynab yuribdi. Stadionday bo'lishi kerak. Yoshlarimiz bu yerga jismoniy tarbiyalar bilan shug'ullanib, respublika chet ellarga chiqib chempionliklarni yutib kelish kerak. Yoshlarimizni yerini o'ziga qaytarib olishga yordam berishingizni mingdan-ming iltimos qilib so'raymiz. Biz Jizalik mahallasi fuqarolari. Qilingan, qayta rekonstruksiya qilingan ish mana shu. Mana shunday qarovsiz holatga kelgan.
Mana yoshlarga boshqa o'yingoh yo'q. Mana tadbirkorda qilgan ishi mana shu. Антикоррупция.